Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchi insonlar. Mana bu Toshkent shahrida mani o'g'lim Sodiqov Davrbek rassomchilik asarlari, qo'l mehnati. Mana bu barchasi mana shu qo'l mehnati orqali qilinayotgan ishlar bular. San'at asarlari desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana bu Makka Madina shahridagi Ka'ba tosh va mana bu ziyoratchilarning o'sha Ka'ba toshini ziyorat qiladigan maydoni biladi ko'pchilik. Mana shu xonadonda uy egasini buyurtmasiga asosan mana shu narsalar rassomchilik mehnati orqali qilinyapti.